Assalomu alaykum. Ismim Dilyorbek Uzoqov. Ozgina hayajon bor, lekin men uchun natijalarimiz, farzandlarimizni, shu o'quvchilarim natijasini ko'rib quvonchdan bu hayajon. Natijalarimizni hozir ko'rsatamiz. Ochilganimizga unaqa ko'p uzoq vaqt bo'lgan yo'q, lekin boshida o'quvchimiz juda ham ozgina edi. O'zi ham hozirgi kunda juda ham ko'payib ketdi. Natijalarimiz ham mana shunaqa zo'r. Mana jamoamiz bilan, o'qituvchilarimiz tinimsiz mehnatimiz bilan avvalambor Xudodan Xudoyim shunchalik ne'mat qilib berdi, shu narsani rizq qilib berdi. Shu o'quvchilarimizning ilmlari ziyoda bo'lib, zo'r yutuqlarga erishdi. Men bu natijadan mana jamoamiz bilan juda ham xursandmiz. Xudo xolasa natijalarni yana ham kuchaytirishga yana ham qattiq harakat qilamiz. Kimki farzandini o'qitmoqchi bo'lsa, shunaqa zo'r natijalar kerak bo'ladigan bo'lsa, farzandini bizga ishonib topshirishi mumkin. Xudo xolasa shunaqa zo'r natijalar qilib beramiz. Sizlarni 55-maktabda kutib qolamiz. Mana hammamiz 55-maktab jamoasi bilan sizni farzandingizni va o'zingizni kutamiz. Keling, farzandingizni olib keling, bizga ishonib topshiring. Shunaqa zo'r qilib o'qitib beramiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar.